A 5-kuni men bildim точно, что 4 kun davomida umuman charchamaganimni, что 4 kun davomida men oilam bilan bemalol ko'chaga chiqib mazza qilib, o'ynatib, kulib, dam olib kelishsam bo'lganligini, 5-kun реально menga плохо было, реально. Rivotный refleks tinmagani uchun analizlar topshirildi, klinikada kapelnitsalar olindi. Вот men shunda shukr qildim, yo Alloh, nimaga men shu kunni qadriga yetmadim, shu o'tgan kunlarimni, nimaga men shu kunni men qaniydi shu qizimni o'ynatib kelsam, ozgina bir joylarga olib borsam, dam oldirsam degan narsa miyamdan rosa ham ko'p o'tdi. Поэтому men bunaqa xatoni boshqa qilmayman. Bu charchashlik emas ekan, реально charchashlik, когда реально тело og'riganda shu narsani qadriga yetarkanmiz. Поэтому alhamdulillah o'sha kuni hammasi o'tib ketdi. Bu ham bitta sinovda. Agar appenditsit bo'lganda Alloh asrasin, yaxshilik bilan tugamasdi. Chunki bir haftalab